qiyin mavzulardan biri idioma bo'yicha testlarni ko'ramiz. It's raining cats and dogs. Xo'p. Bu yerda o'sha pozitiv emas, negativda ketyapti. Biz sразу sunnyni o'chiramiz. Bunga e'tibor bermaymiz, ozgina xato yozilgan. Sunny variantni o'chiramiz. Snowing, raining, windy. Qaysi bo'lishi mumkin? Shunda kontekstga yana bir marta e'tibor bilan qaraymiz. Raining bor. Shuning uchun B ga e'tibor beramiz. Cats and dogs. Bu heavily degani. Buni mnemonika qilib, mushuk bilan it og'ir, katta og'ir yomg'ir deb bir-biriga taqqoslab, mnemonika qilib eslab qolishimiz mumkin. Shunda raining heavily variant to'g'ri bo'ladi bizda. Bu prikolni ko'rinishi mumkin, eslab qolishga osonroq mnemonika usuli. Keyingi test. I'm feeling under the weather today. I am ill, I'm happy, I'm busy, I'm outside. Under so'zi bor. Under. Shuning uchun biza pozitiv ma'noni ololmaymiz. Busy, outside mos kelmayapti. Weatherga qaraymiz. Under the weather, feeling. Значит, I am ill to'g'ri keladi. Mana shuni yodlab olishimiz kerak. Buni qanday osonroq yodlab olamiz? Under the weather bizda shunaqa gap bor, sovuq urdi degan. Havo tagida sovuq urdi. Mana shunaqa mnemonika usuli bilan eslab qolishimiz mumkin. Shunchaki mana shu so'zni bog'lab biza eslab qolyapmiz. Mana bunaqa katta, og'ir, it, mushuk, sovuq urdi, bularning aloqasi yo'q. Prosta biza shu so'zlardan foydalanib, mnemonika usuli asosida shu idiomalarni eslab qolyapmiz. Break the ice. Start a conversation, fall in water, be cold, stop talking. Xo'p, bu yerda muzni sindir, gap boshla deb eslab qolishimiz mumkin mnemonika qilib. Break the ice. Xo'p. Stop talking. Mos kelmaydi. Be cold, fall in water mos kelmaydi. Start a conversation to'g'ri keladi. Mana shu mnemonika usuli bilan eslab qolamiz. Fall in water to'g'ri kelmaydi. Be cold to'g'ri kelmaydi. Chunki